Qanday qilib bolani ukasi yoki singlisi tugilishiga tayyorlash mumkin? Birinchi suhbat uchun eng qulay vaqtni tanlang. Yaxshisi, bola tok va dam olgan bo'lsin. Aytib bering, siz qaror qabul qildingiz va oilangizda chaqaloq paydo bo'ladi. Batafsil ma'lumotlar bilan ortiqcha yuklamasdan, nima bo'lishini, qorningiz qanday osishini va u bilan birga ichidagi chaqaloq ham osishini tushuntiring. Va chaqaloq qorindagi barcha bo'sh joyni egallaganida uning tugilish vaqti keladi. Farzandingizning birinchi haftalari va oylarida qanday ko'rinishini ko'rsatish uchun uning hayotidagi fotosuratlardan foydalaning. Bir paytlar siz ham juda kichkina edingiz. Mana siz endigina tugilgansiz va bu fotosuratda siz allaqachon 2 oyliksiz va tabassum qilishni o'rgandingiz. U bilan hayotining birinchi oylari haqidagi yoqimli xotiralarni baham toring. Bolaga mas'uliyatli qarorlarni yuklamang. Chaqaloqning ismi qanday bo'ladi? Uning beshigi qayerda turadi va hokazo. Bu savollar faqat sizning javobgarligingizga kiradi. Farzandingizga uka yoki singlining tugilishiga tayyorlanishni shunday taklif qilishingiz mumkin. Qaysi o'yinchoqlaringizni ulashmoqchisiz? Qaysilarini o'zingizda qoldirmoqchisiz? O'z buyumlaringizdan nimalarni topshirmoqchisiz? Bolalar tugilganda odatda sovg'a berish odat qilingan. Sen rasm chizishing mumkin, biz uni birga chaqaloqning beshigi ustiga osamiz. Bola o'zini bu voqealarga daxldor his qilishi uchun uni o'zi tekshiruvga olib boring. U siz bilan birga do'konda chaqaloq uchun o'yinchoq tanlasin. Farzandingiz bilan birga uning fikricha oilangiz haqida chaqaloqqa nimalarni aytish kerakligini muhokama qilishingiz mumkin. Siz tugilmagan chaqalogingizga xayrli tun aytish an'anasini kiritishingiz mumkin. Ushbu oddiy qadamlar bolalar o'rtasidagi haqiqiy yaqinlik uchun zamin yaratadi. Bola faqat o'zi xohlasa, kichik yoshdagi bolalarga gamxo'rlik qilish bilan shug'ullanishi mumkin. Qodir bo'lgan darajada va yoshiga mos ravishda. Farzandingiz chaqaloqlarga zarar bermasligi uchun unga his-tuyg'ularini ifoda etishga yordam bering. Uning qonuniy ravishda jahli chiqishi, hasad qilishi, xafa bo'lishi mumkin bo'lishi kerak. Unga shunday deng, sening jahling chiqqanini tushunaman. Chaqaloq shunchalik baqiryaptiki, men ham bu shovqindan charchadim. Xonadagi eshikni yop, shovqin kamaysin, men esa uni tinchlantirishga harakat qilaman.